Yevropada mana shu chorvada kurtkalar, unda o'tkalar, qora mana shunday hamma narsani yeydi. Kurtka ham, bu ham oshlar, to'ydan chiqib qoladigan yemlar, non o'tib tashlaganimizni. Mana bir 100 tacha bor bu yerda. Qiziquvchilarga maslahat beraman. Faqat foyda. Xo'rozlari 4,5 kilo, 3,5 kilodan kam bo'lmaydi o'rdaklarga. Kurtka ham shunaqa, yaxshi qaralsa. Bundan tashqari chorvamizda mana shunday Yevropani boyagi zotdor yo'nalishidagi echkilari bor. Mana bular ham takasi 80 kilo, 75 kilo chiqadigan katta bo'ladi. Oppoq. Sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida mana bunaqangi jonivorlar bor. Qiziquvchilar buni qilsa albatta baraka topadi. Bundan tashqari Andijon qora tovuqlari degan tovuqlarimiz bor. Mana bularni bir 20 gradus issiq qilib ichini mana qo'yganmiz, sharoit. Mana tuxum qo'yadigan joyi. Buni to'g'risini aytsak 2 kun bo'ldi. Shunaqangi issiq sharoit qilib hozir ichida 20 gradus issiqlik bor. To'liq mana bunaqa sellofandan yopib qildik. Mana karchik. Karchik. Mana. Karchik. Сидеть. Aqllik Yevrovostochniy овчарка. Mana shunaqa chorvalar bilan qiziqamiz, hayvonlardan. Shu Yakkabog'dan so'raganimiz, kimda qanaqa qiziq, qanaqalar bo'lsa qo'yib turinglar. Yakkabog'da shu chorva yoki uy hayvonlari, jonivorlarini rivojlantirish uchun mana shu guruhni ochganmiz.